Omonlik, somonlik. Kelagi ish kunlarga o'ynab pul ketaylik. Jizzax viloyati G'allarol tumani Birdamlik ko'chasida bahor sayli Navro'z bayrami. Marhamat, bugungi videomiz shu haqida. Ertalabdan uchovlon bozorga borib, bozorlik qilib, kelgandan keyin butun qo'shnilar bilan tayyorgarlikni boshlab yubordik. Kichik kelsa ishga, katta kelsa oshga degan gap bor xalqimizda. PlayStation, planshet, telefonsiz davrlarni eslab, zerikib qolmaslik uchun lanka yasadik. Birdamlik ko'chasining bolalari birdamlik bilan osh pishirishni boshladik. Yosh bolalarni xursand qilish maqsadida Marjon parking batutini Optimaga gaplashdik. Hoji bobo, hoji onalar duosini olib, dasturxonga palovxon to'rani tortib yubordik. Ko'chamiz nomidan oshpozga alohida rahmat. Qorinni to'qlab, kuchta g'amlab, navbat milliy o'yinlarga. Qo'ni-qo'shni, mahalladosh, qishloqdoshlar bilan xuddi mana shunday saylar o'tkazishni tavsiya qilib qolaman.